Nazarbek Turkistonga kelganimizda ikkita yonma-yon kottejimizga chiqyapti. Bunisi 1.3 sotuv, bunisi 1.6 sotuv. Videoni ko'ringlar oxirigacha. Xonalarni ko'rsataman, oxirida narxini aytaman. 1.6 sotuvligimizda zeleniy zonasi katta. Bu yerda bitta oshxonasi bor. Ichiga kirdi, bu yerda bitta hol bor, bitta xona bor. Chap qo'lda sanuzel qilish uchun joy, bu yerda yana bitta xona, bu yerda yana bitta xona bor. 1.6 sotuv, 3 ta xona, 2 ta sanuzel, bitta hol bor. Bunisining narxi $47,000 startviy. 1.3 sotuvlikning ichiga kirdi, bu yerda bitta oshxonasi bor. Hop, kichkina zeleniy zonasi bor, bu yerda kotelniy xona, bitta sanuzel bor. Bu yerda bitta holimiz, bu yerda bitta xonamiz bor. Kirishimiz bilan o'ng tomonda sanuzel qilish uchun joy qilingan. Bitta xonasi bor. Yana bitta xonasi bor. Havo aylanish uchun joy ham tashab ketilgan. Bunisini, 1.3 sotuv botdi, 3 ta xona, bitta hol, 2 ta sanuzel botdi. Bunisining narxi $39,500.